Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Soliho MC do'stlarim. Xo'sh, Imperiya videosining 3-qismiga xush kelibsizlar. Xo'sh, bugun biz videomizda nima qilishimizni sizlarga tushuntirib o'tirgan bo'lsam, bugun biz video nomidan bilib turgan bo'lsak-da, mana o'zi biz aniq parlament qurgandik, o'zimiz majlisda bo'ladigan har xil joylarimiz bilan mana. Xo'sh, endi bugun biz mana shundoqqina yonida aniq quramiz. Sud, ya'ni Minecraftdagi o'zimiz davlatimizni sud binosini quramiz. Va video sizlarga yoqadigan umiddaman. O'sha anchagina qismini qilib qo'ydim, sababi hammasini bitta videoga bitta qismga sig'dirib bo'lmaydi. Shuning uchun men ancha qismini qilib keyin videoni boshlayapman. Ya'ni ancha qismi deganda jamoatchilik polni bitirib olmaganman. Faqat mana yerlari, mana devorlarini qilib chiqqanman. Xo'sh, hozir endi men chiqayotgan ishim mana ikkalasi bitta joyda bo'lgan uchun ikkasini bir xil dizaynda qilamiz. Hozir endi men oynalarni qo'yib chiqishim kerak. Mana oyna qo'yishni ham boshlab olganman. Ancha joyi bitgan oyna qo'yishni ham. Xo'sh, hop, ana chotki. Lekin bu video nomini o'zgartirmoqchiman, to'g'risi Imperiya emas. Qanaqadir boshqacha nom qo'ysak yaxshiroq bo'ladi, chunki sababi Imperiya qiladigan bo'lsak, Imperiya bo'lishimiz oldingi davrlarga uylardan qurishimiz kerak. Shuning uchun video nomini o'zgartiramiz. Ya'ni nima qilsak bo'ladi? Misol uchun Soliho City qurilishi yozamiz. Soliho City. Soliho. Xullas nomini o'ylab topamiz hozir. ChatGPTdan nodan so'raymiz. Xo'sh, bu yoqdik. Hozir men siz shundan nomini aniqlashtirib sizlarga aytaman. Video nomini shunaqa qilib qo'yadigan bo'ldim. Bunda o'ylab qarsam, nariman hozir bizga nima deydi? Nom chiqmayapti, to'g'risi. Shu joyga qo'yib qo'yadi. Xo'p. Mana ancha joylar shu bizda bitta. Ya'ni oynalar anchasi bitta. Endi hozir biz qiladigan ishimiz mana shu anaqani tomini olib borish. Bitta bu yoqqa beramiz. Bitta bu yoqqa beramiz. Set va quartz qilsak. Mana faqat nimagadir ozgincha chanklarda qotishyapti. Xo'p, mana endi hozir bizga eng kerakli narsalardan bittasi nima anaqa kerak. Hozir biz lamp deb yozamizda. Mana shunday qo'yib chiqamiz. Sababi chunki narigi anaqa parlament videosini ko'rgan bo'lsanglar, agar ko'rmagan bo'lsanglar hozir chiqarib qo'yaman shu tepada. Sal qorong'iroq bo'lib qoldi zalimiz. Shuning uchun mana shu chiroqlarni biz hozir ko'paytiramiz, ko'proq qilamiz. Bo'lmasa hozir men chiroqlarni qo'yib chiqib keyin yana videoni yoqaman. Ko'rishni davom etinglar. Bu sizlar uchun 1 sekundlik ahamiyati yo'q, to'g'risi tez o'tib ketadi sizlar uchun. 1 2 3 mana. Chiroqlarni qo'yib chiqdim. Hozir endi bizga bitta shitdan devor tortamiz. Nimaga desanglar, mana shundan boshlab nechinchi qator mana shundan oxirigacha. Hop. Mana bu taraf kuchsiz sari bo'ladi, bu yoq tarafda sud ishlarimiz ko'riladigan joy. Mana ikkita zal qilamiz. Ikkita sud zali. Bunda bosib turaylik. Yapamiz. Tavatdan mana shu qatori oxiriga borib turib mana shuga quartz. Nima o'xshamadi. Bitta yoqdan set quartz mana bo'ldi, chutki. Faqat qorong'iroq qilmadim. Avval bo'radi.
bunda bo'lsa keyingi xona mana bunda. Va mana chotki. Mana bu taraf endi kuchsiz sari bo'ladi. Hozir endi jihozlarni qo'yishimiz kerak. Bu kerak emas bizga. Mana kerak qilish mumkin har xil. Yapishdi. Har xil narsalar naqadigan bo'lsa, men bo'ladi hozir bo'lsa birinchi kerak bo'ladigan narsa eshik. Hop, bu eshikni qanaqa nima qilamiz? Hop, bu tanda aytman eshikdan qilamiz asosiy eshigini. Keyingi xonalarning eshigini ular endi ichkaridan o'tgan ko'rinish kerak emas, shuning uchun davayt mana shu eshikni tanlaymiz. Ikki xil rangida. Ikki xildanmi? Ikki tariqa eshik. Mana, hop, mana chotki. Mana. Ol. Eshik mana shunaqa bo'ladi. Bitta yo'g'iga. Biyoga. Mana bo'ldi. Endi hozir biz qolgan narsalarni shunday tanlab olaman. Keyin sizlar ko'rasizlar nimalar qo'yishimiz kerakligini. Hozir bizga shu ko'p vaqt ketib qoladi. Albatta hozir transformatsiya hozir ko'rasizlar. Mana hozir hamma kerakli narsalarni oldim. Bizga bu yerda jamchilik ko'p ham narsa kerak emas. Bunda to'g'risi aniq aytadigan bo'lsam, bizga просто mana shu kutish zali uchun mana 5-stollar 4 ta aytadi bu yoqqa. Hop, endi bu yoqda ishta qo'ydim, bu yoqqa 4 ta, bu yoqqa 4 ta. 1 2 3 4 mana. 1 2 3 4 bo'lmadi. Boshqa narsa kerak emas. Mana hozir endi yo'q, bizga aniq kerak ekan. Nima deydi? Nima kerak bizga hozir? Faqat mana anglashtiramiz. Mana bitta dil qo'yaylik alqatgadir. Chiqamizda. Eshitgan. Mana kelamiz. Hop, mana chot ketirdi. Bu ana hozir endi bunga biza mana narsani hozir mana shuni olib qo'yamiz. Bo'l chotki. Hop. Best. Hop, da. Qo'ysak, yana bitta qo'yamiz. Yana bitta ayt. Xo'sh, bundoq chiqadigan bo'lsa, mana shu shunda asab uzatdi. Hechkim ko'rmadi hisoblaymiz. Xo'sh, bunda davlat yana ozgincha ekan. Hop, ana bo'ldi. Bo'ldi mana shu yerda. Yana bunda o'tirishga joy. Anaqa hammasi table olamiz bunda. Table qaysi birdan olsam ekan? Mana shundan. Bundan emas. Yo'q, bunaqa stol emas, bizga kerakli stollar. Mana shunday olamiz endi. Yoki o'zida bo'lishi mumkin. Xo'sh, table dastam chiqarmagan. Bunda chiqmas ekan hozir. Hop. Oddiy stollar nahotki yo'q. Mayli. Anday qo'yaylik, chiroyli yaratiladi. Hop. Ana. Mana bunda ilse, mana bunda qo'ysa, notebook bunda qo'yib turib, mana endi xato ishlar qildim. O'tirish kerak. Buni o'tiramiz. Hop, buni bunda davlatga sanoatda kimdir xizmatkormi yordamchisi o'tirish kerak. Alohida bu o'tiradi notebookda. Mana bu yerda bu o'tiradi. Mana do'q qo'yamiz. Yorib o'chirgan yaxshi.
dokument qo'yishga, lekin sig'mas ekan dokument. Bosini bitta qilamiz. Demak, kimda qilsak dokumentlarni shab qo'yamiz. Bitta mashinaga joy yetmayapti. Bu shart emas, o'zi jamchalik. Hop, mana endi anaqani qo'yib chiqamiz. Mana qatnashuvchilarni o'tiradigan joyi. Mashincha yetadi. Unchalik ko'p bo'lishi ham shart emas. Shutdi mana. Zo'r. Real hayot почти. Lekin baribir shu nom anaqa mos tushmayapti shu videoga. Kommentariyga yozib qoldiringlar, mana shu nima deb nom qo'ysa bo'ladi. Chunki biz imperiyadamiz, chunki imperiyada biz vashiyatda boshqa narsa qurishimiz kerak. Imperiya deganda katta qirollik bir balo davrlaridagi narsalarda qurishimiz kerak. Lekin biz hozir bu qurayotgan narsasi umuman imperiya nomiga mos emasda. Xo'sh, o'rtaga mana qo'ysak. Bunda qo'yadigan bo'lsak, gapiradi inani. O'rtaga chiqib bunda gapiradi-yu. O'shanga. Xo'sh, bu birinchi sal edi. Voy, o'tirga o'xshab men hamma narsani tashlab yuborman mana. Ikkinchi sal. Endi hozir bu salga xuddi shu narsalarni qo'yib chiqaman, keyin videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana narsalarimni oldim. Hozir nima narsalar qo'ygan bo'lsa, ishlatgan bo'lsa, o'sha hammasini hozir mana oldik. Endi bilan qo'yib chiqsak bo'ldi. Hop, 3 mana bundoq edik. Endi buni yordamchisini anaqasi bu yoqda bo'ladi. Qilib qo'yar ekan. Nabarat buni bu yoqqa qo'yish kerak. Mana endi yordamchisiga alohida joy. Yonma o'tiraverishadi. Hop, bunga notebook kimda qo'yamiz? Xo'sh. Mana bunda qo'ysak, keyin mana buni yoqib qo'ysak bo'ladi, o'chirib qo'ysak bo'ladi. Dokumentlar mana tursa, mana poygaga o'xshab buni ham bunday qilib qo'yamiz. Bu mana chotki. Har doimgi deyman, chotki yaxshi chiqdi. Endi notda bu sal kichikroq anaqa bo'lgancha 3 tadan qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda jamoatchilik katta ishlar anaqa qilmaydi. Hali o'zi eng katta ishlar uchun alohida joy qilamiz. Hoppa. Balki ikkinchi etash quramiz keyinchalik. Mana zo'r chiqdi. Mana aybdorlarga chiqib bunda gapiradi. Xo'sh. Do'stlar, agar bu imperiya videomizning 3-qismi sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi qism chiqishi uchun keyingi qismda qanaqa bu nomni o'zgartiramiz, shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Tomosha qilganingiz uchun ham rahmat hammaga. Xayr.